Assalomu alaykum hurmatli anglag'uchilar, xayrli kunlar. Yozuvchi Yasinjon Sodiqcho'g'lanning Bahodir nomi nomli romanining davomini anglag'aysizlar. Tun pardasi Saidxonni yo'shirib qolmoqchi bo'lgandek, zaminga qalin qor pardasini yaygan edi. Osmonda bir damla yulduz yo'q. Qo'lni so'zsa barmoqni ko'gil bo'lmaydi. Elim yaxshi Saidxon minib olgan aqlli ot yo'lning o'ydingini anqirib mang'atdi. Shu kunlarda Saidxonga kecha bilan kunduzning farqi yo'q edi. Ne boradigan manzilini, ne orom oladigan makonini bilmaydi. Faqat orqasidan iz besib qo'g'lab kelayotgan Oqsi Mansurxonning lashkarlaridan qutulish umidi vujudiga hukmron edi. Shunga kunduzi yoshirinib yetib, kechasi yo'l yuratdi. Saidxon tog'isi Sulton Mahmudxonning hujumini chekindirib, uzoq o'tmay Oqsi Mansurxonning hujumiga duch keldi. Shu kunlarda u inisi Abduxelilxon bilan maslahatlashib, barliq sarkarli lashkarlarini boshlab, Yettisudan Olmato'ga kelgan edi. Gerçi Mansurxon uning orqa-orqadan avatgan xatlarga faqatli javob qaytarmagan bo'lsa-mu, ammo Oqsi bilan ko'rishib, uni birlikda ota dushmanlariga jazo yurish qilishga ko'ndirish niyatidan yana voz kechmagan edi. U Turponga berib jabdanayotgan kunlarda oyg'oqchilar Sulton Mansurxonning nurg'un sarkarda lashkarlar bilan Olmato'ga qarab kelayotganligi xabarini yetkazdi. Her nima bo'lsa og'am yo'limni qisqartibdi, dedi Saidxon xushallangan holda. Uningdan xatimga javob bermadi deb behuda ranjibdiman. Sarkar lashkarlar bilan kelganiga qaraganda taklifimga qo'shilgan o'xshaydi. Avval Toshkentni qaytarib olsak, ondan Farg'ona vodiysiga yurish qilib Andijonni olsak. Abduxelilxon Oqsining balalachi xiyolini anglab istihzo aralash kuldi. Aldirab og'izlarini tatliq qilmaslar og'a. Cho'ng og'amning nurg'un sarkar lashkarlar bilan kelishi hargizmi yaxshilikdan bishorat emas. Bu nima deganlari qadrlik inim. Cho'ng og'am mening Yettisuv vodiysi turishimga qo'shilgan bilan Olmato'ga kelishimga ijozat bermagan. Shu topda u sizlarning takliflariga qo'shilib emas, o'z zaminini qo'g'dash uchun keldi. Har holda bexud turmaydi. Ağamdan uncha gumonlanmaslar, dedi Saidxon inisining so'ziga qo'shilmay. Uning sizlarga oz to'la adolatsizlik qilgani rost. Xon bilan o'tirsidagi arazchilikning sababini bizmi aniq bilmaymiz. Faqat mushina deb uningda ranjisak yaxshi bo'lmas. Og'ammi har nima qilsa saltanat, toji taxt uchun qiladi. Lekin shuni unutmaslarki, biz degan qarindosh. Uning ustiga bizning toji taxt tamayimiz yo'q. Abduxelilxonning yana tushuntirgisi kelmadi. Saidxon bo'lsa, Oqsi Mansurxonni dog'dug'liq kutib olish uchun tayyorlik qilishga kirishdi hamda uzun yillardan beri ayrilib ketgan qarindoshi bilan ko'rishadigan kunni sanab o'tkazishga boshladi. Hafta o'tganda Abduxelilxonning hukmi to'g'ri chiqdi. Mansurxon qarshilish uchun istiqboliga chiqqan Saidxonni yiroqdan ko'rish bilan xuddi ashaddiy dushmanini yo'liqtirgandek butun saf bo'yicha hujumga o'tdi. Bir necha daqiqa tang'irqagan Saidxon Oqsining paylining rostli yomonligini ko'rib, etining beshini kayniga burashga majbur bo'ldi. Tayyorliksiz holatda turgan bo'lg'achqa qarshilik ko'rsatishga ulgurolmadi. Ko'zni yumib ochqicha Olmato'dan qochdi. Lekin Mansurxon buninglik bilan bo'ldi qilmadi. Ularni to Yettisuv vodiysining nerisigacha qo'g'lab bordi. Inisining lashkarlarini uchirgan yerda qirib chapdi. Saidxonga ko'rishib so'zlashga fursatni bermadi. Saidxon bilan Abduxelilxonning omon qolgan navkarlarining soni 100 ga yetmaydi. Og'am cho'qim yengilishdi. Balkim biror pitni basat anglab qolgan chig'i. Yana oshuna insof og'amdan umidlarini uzalmayotgandilar, dedi Abduxelilxon qapqini turib. Endi kallalarni silkivasilar og'a. U hargiz bizni xushlamaydi. Uning maqsadi bizni taxt saltanatga yaqin keltirmaslik. Qo'liga tushib qoladigan bo'lsak, bir bahona bilan kallamizni elishdan yanmaydi.
Saidxon lamjim demedi. Ko'z oldida yuz berayotgan reallikdan akisining xuy-paylini xeyli obdan tushunib qolgandek qiladi. Endi men yetti suv tavasidan turmayman, dedi Abduxelilxon. Aldirab yomonlimisizlar. Bu degan bizning otimiras siminimiz. Kimlik qanimiz to'kilgan vatanimiz. Og'am bu qilmishiga hamon bir kuni pushaymon qiladi. Balkim pushaymon qilar. Ammo u pushaymon qilgan vaqtda bizning tenimiz allaqachon bu qora tuproqqa kirib ketgan bo'ladi. Nimancha umidsizdinlar qadrlikini. Ma'qul. Nega boray deydilar? Tog'am Sulton Mahmudxon oliylarining qishig'imi yoki Shaybonxonning dargohigimi va yoki Mirzo Abubakirning oldig'imi? Abduxelilxon akisining ta'addisini tushundi. Chunki akisi tilg'agan yerning hech qaysisi ularni qarshi olmaydi. Men uchun jon saqlog'idek yer bo'lsa bo'ldi. Ota-bobolarimizdan qolgan taqsirda natchu. Abduxelilxon javob bermadi. Shu kuni bu og' inilam ko'ngilsizlik xo'shlashdi. Endi Saidxonning yanida 50 nafarga yaqin navkar qolgan edi. Endi biz qanday qilamiz oliylari? Saidxon Xo'jali Bahodirning savoliga bir bas xiyol survagandan keyin javob berdi. Men bu otimiras siminimdan hech yerga ketmayman. Bir amal qilib og'am Mansurxon bilan ko'rishiman. Uningga aramizga o'qishmaslikni tushundiraman. Uning o'z inalarining jiniga qasd qilishiga hargiz ishonmayman. Ha, Saidxon mushu 5-6 oydan beri to'xtamay qichiyotdi. Bu jarayonda akisi Mansurxonga yana 2 qitim xat avatdi. Lekin bu xatlarning hech qanday javobi va unumi bo'lmadi. U akisining qo'g'lashga avatgan sarkardalarga asirga tushishni o'yladi. Mushu chora orqali akisi bilan yuzma-yuz ko'rishishni ko'ngliga pukkan edi. Ammo qo'g'lab kelgan sarkardalarning uni tirik tutish xiyoli yo'qdek qiladi. Ha desa uni nishonlab ajal o'qi otadi. U oxir akisining o'ldirish farmoni berganligini his qildi-da, akisi bilan ko'rish emas, jinini saqlab qolish ko'yiga tushdi. Ochiq, hasratli xiyollarga g'arq bo'lgan Saidxon tongning yo'rib qolganligini sezmayli qolgan edi. Endi yo'l yurishni to'xtatib, daldulang'idek joyda poyli, dedi Xo'jali Bahodir. Saidxon xiyolini yig'ishtirib atrofiga qaradi. Atrof ko'z yetkisiz jangalliq edi. Egiz bastonlarda qumush, yo'lg'undan boshqa onda-sonda to'g'raqlar ko'zga chalqatdi. Subayani topsaq bo'ladi. Izdashga navkar mangdiray, dedi Xo'jali Bahodir. Saidxon otdan tushib tayammum qilib, navkarlar bilan bomdod namozi o'qidi. Talqanmi, chanashlik suvmi oz qolgan edi. Nashti hisobida bir kapam talqanni kap etib, 2 yutum suv ichdi. Qo'g'layotgan lashkarlardan qutulgandek qilamiz. O'z deb baqaylimikin. Yo to'sqan uchrab qasmi hisob, dedi Xo'jali Bahodir. Qo'g'layotgan lashkarlarni eziqtirib yetish ko'yida yurt mahalla ishidan ma'murlik uchun ularning talqandan bo'lak g'izo yeb baxmig'iga 2 haftadan oshgan edi. Mayli, dedi Saidxon, herhalde ehtiyot qilinglar. Kun tushdan qayrilganda Xo'jali Bahodir bir kiyik bilan 8-10 to'shqan ovlab keldi. Navkarlar terib kelgan o'tinga chaqmoq tosh orqali o't yoqdi. Atsi aliyotqa mahalda atrofni chorlashib ketgan navkarlar qaytib keldi. Biz sizlarni ezib qoldimikin degan edik, dedi Saidxon navkarlarga qarab. Bekla ayol bo'ldinglar-ku. Tönigin namozdigar mahalda jangalning chetiga chiqardik, dedi navkarlar javob berib. Ta'limimizga bir o'ch uchrab qoldi. Uning deyishicha jangalning chetida uruq otliq bir yurt bor ekan. Jamoatim xeyli ko'p ekan. Shuning bilan darhol orqamizga yongan edik. Kechada nishondan adishib qilib oxir orom oldik. Tong otgandan beri yo'l yurib kelishimiz. Shu yerga berib baqaylimikin, dedi Xo'jali Bahodir.
Pəmimcə, bu ya Sultan Mansurxon bilan Mirza Abubakirning o'tirisi qolgan joy bo'lishi mumkin. Aşı yurt jamoati bilan ko'rishib, oliylarning ahvolini bildirsak, bizga itoat qilishi mumkin. Mushu bahonada oz to'liq kuch-quvvat hosil bo'lar. Bir necha oylik qochqinlik jarayonida Saidxon Xo'jali Bahodirning to'limi pam-farosatlik, tadbirli kishi ekanligini qaytadan his qilgan edi. Shunga u ko'rsatgan har qanday taklifga qo'shiladi. Shundoq qilmaymi amal yo'qdek qiladi, dedi Saidxon. Mushu bahonada Mirza Abubakirning ahvolidan oz to'liq xabardor bo'lib qolarmiz. Haros, dedi yilqi navkarlardan biri. Bu atrofda Mirza Abubakirning lashkarlari muborak qiladi. Ko'proq ehtiyot qilaylik. O'zining bir tarafdan okisining, bir tarafdan Mirza Abubakirning lashkarlari umidsizinib qolgan edi. Chunki 3-4 oydan beri ular lashkarlarini Murg'ab daryosi bo'yiga jo'g'lab bo'la olmagan edi. Ular yo cho'ngning gapini anglamaydi, yo kichkining gapiga kirmaydi. Biri yana biri ustidan lashkarlarni yoshirib qoldi. Muddasi durust emas, jang qilish qiroyi yo'q deb shikoyat qilishadi. Babur Muhammad Burunduq parlasning gapiga kirib, o'rdining huquqini changiliga ilib olgan Xonish Xadija begim bilan ko'rishdi. Ammo bu ko'rishishdan hech qanday natija chiqmadi. Chunki Xadija begim desa cho'ng xonzoda Batuzamon Mirzani yomonlab, o'zining o'g'li Muzaffar Mirzani ko'kka ko'tardi. Butkul Xorason lashkarlariga o'g'li Muzaffar Mirzaning bosh bo'lishini tavsiya qildi. Boshqa xonzodalarni, xususan cho'ng xonzoda Batuzamon Mirzani loyaqatsizlikda ayblaydi. Xadija Sulton begimning saroyidan yenib chiqqan Babur xonzodalarning mushundaq jiddiy paytdimi birlikka kelolmasligida mushu ayolning qo'li borligini cho'nqur his qildi. Xorason xonzodalarida kuchlisi kuch, lashkardisi lashkar bor. Lekin ularning beshini bir yerga jami qiladigan buyuk bir sarkard yo'q. Bu yerga kelib xato qildim. Ular shu ahvolda yelg'u Shayboqdek kuchli tadbirlik sarkard ekan, odatdagi bir o'g'ri qaroqchilarni hargiz tankilamagidek. Shundoq. Ular meni o'zlariga hargiz bos qilmaydi. Jangda farmonimga bo'ysunishni xohlamaydi. Ularning bu payli qaysi kuni to'liq oshkor bo'ldi. Chechak tavasini yovning chapqin qilganlik xabarini anglab turib, xonzodalarning hech qaysi yovning muqobilasiga chiqishni xohlamadi. Mushuncha ular zarur ishni bir-biriga bas soldi. Chechak bilan Murg'ab orliq oran 10 yig'ash keladi. Yig'ash musofa o'lchimi 1 yig'ash 8 kilometrga teng deb izohatda. Chapqin qilib kelgan yovlashkarlardan sonim ancha ko'p emaskan to'q. Balkim Heligar Shayboq ozg'in lashkar bilan xonzodalarni chekib boqqan bo'lg'aydi. Ular o'zlari texi bormadi. Mening berish talabimga texi qo'shilmadi. Mening yovning muqobilasiga chiqishimga qarab turishdan nomus qilishdi bo'lg'ay. Bu xonzodalar ziyofat, boravat, suhbat o'tirishlarga, aysh-ishratlarga chaqqan bo'lsa-mu, lekin sipohliq, jasorat bilan qiladigan hayot-mamotlik janglarga qoldigan. Bundaq chegish hasratli xiyollar Boburni oromsiz qiynaydi. Uning xonzodalar bilan bo'lg'isi jang haqida suhbatlashgisi, Shaybon xonga taqobil turish tadbirini muzokara qilg'isi bor edi. Ammo o'zlarining sehi, mard, mehmondo'st, davlatman ekanligini bildirib qo'yishga aldirashgan xonzodalar "Sendin men qolarmanmi?" deb Boburni bas-basda mehmondorchilikka chaqirishadi. Bir-biridan katta, bir-biridan hashamatli so'rinlarni tuzishadi. Dasturxonga turli noz-ne'matlarni tog'dek dovlaydi. Sharobni bo'lishiga qo'yadi. Boburning ichish-ichmasligi bilan kori bo'lmaydi. O'zlari pishg'irim oftobda do'g'ab ichgandek ichadi. Har xil qiziqchiliklar, latifalar, naqshlar, usullar uzilmaydi. Ammo burni ostiga kelib qolgan dushmanga taqobil turish haqida biror eg'izmi gap bo'lmaydi. Bo'libmi Batuzamon Mirza bilan Muzaffar Mirzaning mehmondorchiligi uzilmay, bas-basda davomlashyapti. Batuzamon Mirza Boburga qanday sovg'a bersa, Muzaffar Mirza shunday sovg'a beradi. Hatto oksidan oshirib yetadi.
bilmagan odamlar bu hashamatlik, ko'ngillik barovatlarni ko'rib, bu elga tajovuz qilib kirgan yovning Hirat bo'sug'isiga kelib qolganligiga zinhor ishonmaydi. Babur dastlabda bu so'rinlarga xonzodlarning ko'nglini deb kelgan bo'lsa-mu, keyin bora-bora o'zini tortib oldi. Ammo inisi Jahongir Mirzo bu ziyofatlarga beshchilab kirib ketgan edi. Kundi ichatdi, kundi degidek mas yuratdi. Endi Babur xonzodlardan qechib Hirat shahrini otliq sayli qiladigan bo'lib olgan edi. Gavharshat begim madrasasi, Husayn Boyqara madrasasi, Alisher Navoiy soldirgan Ixlosiya madrasasidan tortib Shayxul Islom xonaqasi, Xalosiya xonaqasigacha Bog'i Zag'on, Bog'i Nav, Bog'i Zubayda, Bog'i Jahonra, Bog'i Alisher qatorliq mashhur bog' sayligohlarni Sultan Abu Said Mirza soldirgan Iroq darvozasining sirtidagi Oqsaroydan tortib Bog'i Jahonraning shimol tarafidagi cho'ng marmar ko'lchak va ko'lchakning to'rt tarafidagi bir-biriga o'xshamaydigan nusxada silingan to'rt imoratni Iroq shahrining Darvozai Malik, Darvozai Iroq, Darvozai Firoza, Darvozai Firozaobod, Darvozai Xush va Darvozai Qipchoqdan iborat 5 darvozasini, sepilning ustidagi burjlarni, zambaraklarni, ovod chorsuvlarni tafsiliy ko'rib tomosha qildi. Bog'i Alisher degan Alisher Navoiyning beg'i deb izohatdi. Kunlarning birida o'zi poytaxt qiladigan shaharga oshundoq katta, hashamatlik, obida tusini olgan imoratlarni bino qilishni xiyol qildi. Saidin Qashqari, Abdurahmon Jami, Alisher Navoiyning maqbaralarini tavob qildi. Alisher Navoiy o'zi bosh bo'lib, o'z yenidan xarajat chiqarib yasatgan Shifoya nomli ham tiyib tarbiyalaydigan, ham kasal davolaydigan shifoxona bilan har sohadagi ilm ahlilari qarorlik uchrashib, ilmiy suhbatlarni olib boradigan Unsiya nomli katta imorat va bu imoratga joylashgan kutubxona Boburni hammidimdek o'ziga jalb qildi. Unsiya do'stlik uyi deb izohatdi. Kutubxonadagi kitoblarni varaqlab etib, ayni yili Samarqandni tunji olg'inida Navoiyga yozgan maktubini va Navoiyning o'ziga yozgan javob maktubini esiga oldi. Mushu ilm dargohida zamonasining oshu buyuk shoiri, davlat arbobi bilan bir qitim bo'lsa-mu, qong'icha didor muloqotda bo'lishni qanchalik orzu qilgan edi. Afsus, Qoshpalak uni shoir bilan ko'rishga nasib qilmadi. Bu kitoblarga ulug' shoirning muborak qo'llari tekkan. Varaqlarini muborak barmoqlari talay qitimlab varaqlagan bo'g'iydi. Deganlarni xiyolidan o'tkazib, Navoiy bilan qo'l elishib ko'rishgandek to'yg'iga keldi. Ko'z oldida Navoiyning bolalik, yoshlik, qironliq simolari g'oyibona zohir bo'ldi. Ana, 5-6 yoshlik Alisher Uyg'ur baxshilaridan bo'lgan kichik baxshi laqamlik dodasi Mavlona G'iyosiddinning qo'liga eslib olganicha bo'y bilan tang kitoblarga talmirmoqda. Ana, Mavlona Abaydullah Lutfiyning huzurida she'riyat ilmidan saboq olmoqda. Ana, bolalik chog'dagi amsavoq do'sti Xorason hukmdori Sulton Husayn Boyqaro bilan saltanat ishlari haqida suhbatlashmoqda. Ana, Sham chirog'ining yo'riqida Farhod she'rini ijtihod bilan yozmoqda. Ana, baglarning zulm ustidan shikoyat qilib kelgan oddiy xalqning arz-dodini sabrchanlik bilan tanishmoqda. Ojiz bechoralarga xayr ihson qilmoqda. Ana, yoshinib qolgan Navoiy Xorason shaharlari orqasida qatnab, Sulton Husayn Boyqaroga qarshi chiqqan xonzodlarga nasihat qilmoqda. Olimlar, shoirlar, fozillar bilan ilmiy suhbatlarda bo'lmoqda. Dargohiga sig'inib kelgan yosh taliblarni samimiylik bilan qabul qilmoqda. Ularga odimiylik, fazilat, sadoqat, vafo, mardlik, bahodirlik haqidagi hayot hikmatlarini tushuntirmoqda. Unsiyaning ustidagi munorda yolg'iz o'ltirgan Boburning xiyollari chigishlaydi. Navoiy
hazratlar hayat bulup, Heratdaki bu təbriqçilikni öz gözü bilen köygen bolsa qandaq tuyg'u kelar bo'lg'iydi. Xonzodalar o'tirsib ittifoqsizlikni tugatishning biror chorasini toparlar bo'lg'aymidi? Natay. Öz vaqtida Navoiy hazratlari ul Xonzodalarga ko'p nasihat qilgan. Xon otasining saltanatiga qarshi chiqmaslikka, o'zaro nizo adovatlarni tugatib, saltanatni ro'naq topqizish uchun kuch chiqarishga da'vat qilgan. Lekin Xonzodalar bu donishmand ustozning nasihatiga zinhor quloq solmagan edi. Otasi hayot vaqtidagi ahvol shu tursa, amdagi ahvol ne bo'lmoqchi edi? Men Heratga to'muriylarning beshini birlashtirib, Shayboqqa qarshi mustahkam ittifoq tuzgili kelganman. Lekin necha vaqtdan beri bu haqda ne suhbat, ne maslahat bo'lmadi. Her kuni yeb ichish, her kuni baravat. Ular mehmondorchilik, bazm ziyofatlardan boshqa ishlarni baslashini bilmamdigandim. Ahvoldan qaraganda Herat taxtigohining saltanat quyoshi tezla patadigan o'xshaydi. Boburning oldirashlari, urinishlari bekorga ketdi. U har bir xonzodalar bilan ayrim so'zlashgani bilan hammasini bir yerga jam qilib so'zlashga muyassar bo'lolmadi. Ular Bobur bilan ayrim so'zlashganda hozirla Shaybonxon ustiga lashkar tortib boradigandek alfozda va'da beradi. Lekin hamma qarindoshlari bilan bir yerga kelganda gap qilg'ili unmaydi. Xususan birlari cho'ng aksibat u zamon Mirzoning gapini yaratmaydi. Birlari Xonzoda Muzaffar Mirzoning gapiga quloq solmaydi. Batnash qaydosh bilan qopishib ketadi. Ay to'ytdigicha kuz oxirlashib qish keldi. Shaybonxon Boburning Heratga kelganligidan allaqachon xabar topgan edi. Shunga Heratga lashkar tortib kelishga oldirmadi. Ustozining o'ttirsidan emas, cho'risidan tegish qilish degan ta'limi bo'yicha Xorasonning chat cho'risidagi shahar viloyatlarga tegish qilyotdi. Xonzodalar texchi birlikka kelolmaganligi uchun Bobur Shaybonxonga qarshi lashkar tortolmayotdi. Bu ish Shaybonxon uchun tepilg'isiz fursat bo'lgan edi. Enisi Jahongir Mirzoning Xonzodalarning bazm ziyofatlarida sharob ichib ig'ir kasalga mubtalo bo'lishi Boburning eng oxirgi umidini yo'qqa chiqardi. Qish fasli boshlanib, sovuq kuchayotdi. Qishloq silishning amalini qilamdiq qandoq? deb so'radi Qosimbek Qovchin. Silichi qandoq qilsak bo'lar? dedi Bobur uning sinchi nazar bilan qarab. Muhammad Burunduq Barlas bilan Zunumbek Arg'un necha kundan beri bizga qishloq soy qilgan bo'lsa-mu, lekin texchilar joy ko'rsatib bermayotdi. Endi qishloqning amalini qilmasak, lashkarlar sovuqda qoladi. Bobur indamay bir pas turgandan keyin ig'iz ochdi. Qishloq selish hojatsiz janob amir. Qosimbek Qovchin ajablandi. Qandoq deydilar oliylar? Endi biz uchun Herat ahamiyatini yo'qotdi, dedi Bobur qat'iylik bilan. Ul Xonzodalarning ahvolini demisam-mu, o'zlariga ayon. Ular bu payli bilan hargiz ittifoqlasholmaydi, ham Shayboqning muqobilasiga chiqolmaydi. Shundaqkan bizning bu dargohda turaverishimizning nima ahamiyati bo'lsin? Jahongir Mirzo o'sha Xonzodalarning do'stligini sharob ichib berib, oxir kasal bo'lib yiqildi. Bir qism sarkarlarimiz sharob xeyli o'dalli o'ginib qoldi. Ular Kabuldagi chog'da mendan hayo qilib sharob ichmaydi. Ichsam yo'shirincha ichadi. Ammo masbug'da ichmaydi. Hozir har kuni mas. Xonzodalar bakmi mehmon do'stkan, hurmatimizni qildi deyishidi defi. Tap totmay. Bu yerda qishni chiqiradigan bo'lsak, oz kunda lashkarlarimiz sharobxo'r bo'lib ketadigan o'xshaydi. Eng yaxshisi pam bilan Kabulga ketib olaydi. Xonzodalarga qanday sabab ko'rsatsak bo'ladi? dedi Boburning gaplariga qoyil bo'lgan Qosimbek Qovchin. Bag'dus tavasida qishloq selishni bahona qilib Heratdan chiqib ketaylik. Ular bizni qishloq selish oldiratgan emasmidi? Hargiz gumonlanmaydi. Shayboqning muqobilasiga chiqadigan ishni Kabulga borgandan keyin boshqa maslahat qilarmiz.
Heratqa cho'ng arzu armonlar bilan kelgan Bobur ana shundoq umidsizlik bilan Kabulga qaytishga majbur bo'ldi. Yettikent Bargan sir qo'saq selib samirib ketgan Sulton Mahmudxonga otga minib o'lash, chavandozlik qilish emas, piyoda yo'l mengishmi har keladigan bo'lib qolgan edi. O'tgan yil qishda jiyani Saidxondan qattiq yengilib, Yettikentga qochib kelgandan beri, yili Mansurxondan, yili Saidxondan, yili o'zini ta hozirgacha izlab kelmagan Said Muhammad Mirzadan ranjib, o'tildaydigan xo'yini tashlab, xuddi beshidan hech qanday dishvorchilik o'tmagandek, xotirjam uxlaydigan, ko'ngli topgan g'izolarni to'yg'icha yeydigan, suyimli xonisi Qorko'z begimga kitob o'qitib, anglaydigan bo'lib qolgan edi. Nig'mat Mirza bilan Sulton Junaydi Barlaslarning saltanat Toj-taxt haqidagi so'zlariga parvosiz muomala qiladi. Ular yili Turpan, yili Oqsuv, yili Toshkent, yili Samarqandlarni maqtab, Sulton Mahmudxonni qiziqtirishga, Toshkentdagi aysh-ishratlik, kayf-safoliq hayotini esiga solishga urinib, og'zi besilmay so'zlaydi. Ko'pincha hollarda ularning so'zlari tex yerimlashmay turibla, Sulton Mahmudxon havo guldirligandek xo'rakka tushib ketadi. Nig'mat Mirza bilan Sulton Junaydi Barlas Sulton Mahmudxonning Oqsuvdan ketishga kuch ko'rganiga xeyli pushaymon edi. Chunki Sulton Mahmudxon Yettikentga kelgandan keyin saltanat havasini butunlay esidan chiqargan edi. Yettikentga selishtirganda Oqsuv nima degan bilan katta shahar hisoblanadi. Yana kelib Oqsuvda o'rda saroy bor edi. Ular Sulton Mahmudxonni Oqsuvga qaytib ketishga da'vat qilishga petin olmadi. Shu oraliqda Saidxonning kelishi ularning o'sgan umidini qaytadan yondirdi. Ular Saidxonni bahona qilib Oqsuvga qaytish va Sulton Mahmudxonning xonlik o'rnini qaytadan asliga keltirib, o'zlarining amirlik martabasini tepib olishni xomxiyol qilgan edi. Kutmaganda Saidxon ularning xomxiyolini bitchit qilib Yettisuga qochdi. Ular Saidxonni qaytarib kelish maqsadida Sulton Mahmudxonga uni adabsizlik qildi. Xon oliylarini ko'zga ilmadi. Rosa bir adablab qo'ymaslar bo'lmaydi deb to'xtamay cheqib Sulton Mahmudxonning qo'rsqini asdi. Sulton Mahmudxonning Saidxonni qo'g'lab tutishga Maqsud Alini avatishimi, o'zining qariqishda olaydan lashkar tortib berishimi mushu sababdan edi. Bu planlar amalga oshmagan Nig'mat Mirza bilan Sulton Junaydi Barlas Sulton Mahmudxonni Yettikentda tashlab qo'yib, Shaybonixonning qishig'i berish xiyoliga kelishdi. Chunki o'z vaqtida ular Muhammad Husayn Ko'ragan bilan Said Muhammad Mirzani besish, ularni Sulton Mahmudxonga yomon ko'rsatish, to'rpisini cho'kirish maqsadida Shaybonixonga xeyli ko'p yordamlarni qilgan edi. Ammo Shaybonixonning oldiga bu holatda borsa, o'zlarini qabul qilishiga, qabul qilsimi o'rdasida yuqori martabali xizmat berishiga, muhimi ayni vaqtda qilgan yaxshiligiga javob qaytarishiga ishonch qila olmadi. Shaybonixonning Sulton Mahmudxonga emas, o'zlariga qilgan yuzsizligi ularga besh qo'ldek ayon edi. O'sha vaqtda Shaybonixon ularni azaldan tonimaydigandek nazarni silib qo'ymagan edi. Xon oliylarini Shaybonixonning oldiga berishga ko'ndirsak, balkim u xon oliylarining yuzini qilib qolar. Nima degan bilan oliylarining singlisi Shaybonixonning o'g'lining qo'lida. Shunga Shaybonixon xon oliylarga hargiz yuzsizlik qilmaydi. O chog'da bizim uning o'rdasi mansabdor baglardan bo'lib qolamiz. Ular mana shu xiyolning turtkisida taraf-tarafga oyg'oqchi mang'uzib, Shaybonixondan tortib Boburgacha, Muhammad Husayn Ko'ragandan tortib Mansurxon, Saidxongacha tafsiliy ma'lumot egilashga kirishdi. Olgan ma'lumotlarni Sulton Mahmudxonga udullik yetkazib, uni Shaybonixonning qishig'i berishga ostirdan da'vat qilishga kirishdi. Cho'ng Xonzoda Mansurxon bilan Saidxon o'tirsa qattiq jang bo'ldi. Mansurxon inisi Saidxonni o'ldirish uchun qo'g'lab yurgidek. Mansurxon Saidxonga tog'am bilan birlashib saltanatni tortib olishga uringan degan gunohni ortibdi. Undaq bo'lsa, pat yaqinda Yettikentga lashkar boshlab kelgidek emsa. Ul adabsiz Xonzodan undaq qilmaydi degilimi bo'lmaydi. Oqsuv qushning amri Mirjabbar Bardibek uning ona taraf tog'isi bo'ladi. Bu odam xon oliylarining Oqsuv qaytib kelishini hargiz xohlamaydi. Shunga jiyani bo'lmish Sulton Mansurxonni Yettikentga lashkar tortishga kuch ko'ritishi mumkin.
Herhalde ihtiyat qilsak bo'lg'udek. Xon oliylariga allaqachon saltanatdan voz kechgan. Navoda oliylari taxt saltanatni qo'liga olaman desa, har qachon ola oladi. Mansurxon osonlikcha yo'l qo'ymasmikin? Mansurxonning o'z ixtiyorligi bilan taxt saltanatni bo'shatib bermaydiganligi rost. Ammo xon oliylari Shaybonxon oliylaridan yordam talab qilish tamoman yo'liq. Rost. Shaybonxon oliylari cho'qim yordam qiladi. Askariy yordam avatadi. Ularning o'rtasida do'stlik bor. Texi quda deysizlar. Sultan Mahmud Xon ikki amrining so'zlarini jimjit yetib anglaydi, ammo ifoda bildirmaydi. Ifoda bildirmaganda qilgan bilan ko'nglining bir yerlarida toji taxt, saltanat o'ti yelinjakdi. Bu ikkisi uning chiroy ifodasidan buni his qilgan edi. Shunga fursatni ching tutib vasvasiga soladi. Shaybonxon oliylari Hirotni elib butkul Xurosonni oxiri bo'ysundiribdi. Bobur podshohmu Kabulning sirtiga chiqqanmas bo'lib qopti. Muhammad Husayn ko'ragan Boburning qishidan ketib, Shaybonxonning dargohiga borgan ekan, ilgirki adovatni salovat qilib, Hirot hukmdorligini uning in'om qildi. Albatta shunday qiladi-da. Shaybonxonning ilkida shahar viloyat ozmidi. Muhammad Husayn ko'raganga Hirotni bagayada, xon oliylariga Samarqandni berishida gap yo'qchimi? Shundoq, hech bo'lmaganda Toshkentni qaytarib berishi mumkin. Andijonni basmi Yettikentdan yaxshi emasmi? Muhammad Husayn ko'raganga qaraslar, dastlabki Shaybonxon oliylariga sarkashlik qilib, uningga qarshi muqom to'lab chiqdi. Keyin yana oldiga gunohini talab qildi. Shaybonxon oliylari haqiqatan kan qilsaq ekan. Kechirib o'tgan edi. Yana qechib Bobur podshohning qishig'i berib oldi. Amdilikda Boburning dargohidan yana Shaybonxon oliylarining dargohiga beribdi. Bobur podshohning qishidan nima deb ketgandi? Kabulda kichikkina shaharga Bobur podshoh oron sig'digan tursa, Muhammad Husayn ko'ragan qandoq sig'atdi? Uningdan boshqa ularning o'ttirisida ozroq orozchilik bo'lgani ma'lum. Bobur podshoh Hirotga lashkar tortib ketganida Kabulni Muhammad Husayn ko'raganga topshirgan ekan. Biroq u yaxshilikqa yomonlik qilib, Boburning navri inisini Kabul taxtida o'ltirg'izish niyatida bo'lib yetibdi. Marhum Sultan Mahmud Mirzoning Malik Sultan Nigar xonimdan bo'lgan Yiliq xonzodasi Mirzoxon o'xshamamdi. Habballi, dal shu xonzoda Mirzoxon. To'lim afsuski, Bobur Hirotdan baldir qaytib kelib, bu suiqasd amalga oshmabdi. Shuning bilan Muhammad Husayn ko'raganga Kabul harom bo'lib, Shaybonxon oliylarining qishig'i berishga majbur bo'ldi. Uning Shaybonxon oliylarining qishig'i borgani yaxshi bo'libdi. Ko'ragan janoblari bilan xon oliylari odashog'in edi. Balkim Shaybonxon oliylariga posbonimizning yaxshi gapini qilgandi. Balkim qilgan cheri. Savdogarlarning anglashimcha, Shaybonxon oliylari xonimizni Toshkentdan ketkazayotganiga ko'p pushaymon qilganmish. Bu quturtishlarga Sultan Mahmud Xon oxir bardoshlik berolmadi. Bu deganlaringlar rostmi? Deb so'radi u paryostlikdan beshinlikka ko'tarib. Alhamdulillah rostdir, dedi Sultan Junaydi birlas qasam ichib. Shaybonxon oliylarining qishig'i berishga ma'qul bo'lgan bo'lsa yaxshi bo'ladi, dedi Nig'mat Mirzo To'mirning qiziqida so'qib. Yettikentda kichikkina bir qishloq oliylardek buyuk saltanat sohibiga zinhor mos kelmaydi. Shaybonxonning oldiga borslar, shavkatlari hargiz tuvallab ketmaydi, g'ururlariga nuqson yetmaydi. Chunki o'z vaqtida Shaybonxon oliylarimi yordam so'rab dargohlariga kelgan, boslar bergan qarzni qaytarib olgan bo'ladilar. Shunda posbonimizning o'l qarzni qaytarib olmoqi barhaq. So'raslar Shaybonxon oliylarimi hargiz yo'q demaydi. Shuning bilan ilgirki shon shavkatlari qaytadan asliga keladi. Sultan Mahmud Xon bu qiziqtirishlarga oxir gol bo'ldi. Cho'ng o'g'li Sultan Muhammad Xonikaning qarshi turishiga, to'sishiga parvo qilmadi.
Muhammed Hüseyin Köraganға Şeyban xanның алдыға бармақчы болып атқанлығыны, вақыты келгенде Şeyban xanның yenide тұрып, ikki қыз yaxşı gepini qilib qo'yishini tapılab, bir parça xat əvətvətkəndən keyin Niğmat Mirza, Sultan Cüneydi Barlas və 5 oğlunu əgəştirib 7 kənddən qo'zg'aldi. Dadısını Şeyban xanның aldыға berishdən to'sib qalalmagan Xonika Sultan Dashti Qipchoq tarafga Qozoq sultani Qosim xonning dargohiga qarab yo'l oldi. Niğmat Mirza bilan Sultan Cüneydi Barlasning olgan ma'lumoti rost edi. Babur Hirotdan ketib uzun o'tmay Şeyban xon Hirotga lashkar tortib keldi. Mərhum Sultan Hüseyin Bayqaraning xonzodalari bo'lsa, bostirib kelayotgan yovg'i taqobil turish ishini yana bir-biriga ittirishdi. Oxir Zununbek Arg'un lashkar tortib chiqqan bo'lsa-mu, tankilalmay kallasidan ayrildi. Onun ölüm xəbərini alğan xonzodalar öz kallasını saqlab qilish g'imida shaharni tashlab taraf-tarafga ketishdi. Shunday qilib, Şeyban xon Hirotni osonli qo'lga olib, butkul Xurosonni to'liq bo'ysundirdi. Babur Hirotga ketgandan keyin kimlardir Kabulda Babur podsho bilan Jahongir Mirzani Sultan Hüseyin Bayqaraning xonzodalari tutib olib, ixtiyoridan qal'asiga solab qo'yibdi. O'lik tirikidan nishoni yo'qmish deb fitna tarqitishdi. Buni anglagan Shoh begim bir bas qong'uchi yig'lab azasqandan keyin Kabul saltanati pasibansiz qolsa bo'lmaydi deb yana bir navrisi Mirzaxonni taxtga o'ltirg'izmoqchi bo'ldi. Chunki Mirzaxonning dadasi Sultan Mahmud Mirza Boburning dadasi Umar Shayx Mirza bilan qarindosh, onasi Sultan Nigar xonim Boburning onasi Qutlug' Nigar xonim bilan qarindosh edi. Shunga Shoh begim Mirzaxonni Boburning taxt varisi bo'lishga munosib deb qaragan edi. Muhammed Hüseyin Köragan qiynanısının bu qararını ancha yoqlab ketmagan bo'lsa-mu, lekin qarshi chiqishga petinolmadi. Ammo Mirzaxonni taxtga o'ltirg'ish ishini kayniga surdi. Ana ashundaq xalqliq paytda Babur Hirotdan qaytib keldi. Ahvolni bilib, hech nima demay, Udul Shoh begimning qishiga keldi va salom bajo qilgandan keyin "Bak yerib ketdim. Birdam orom olib olay" deginicha mo'misining yo'tisiga beshini qo'yib, ko'zini yumib yotdi. Babur kichkidan tortib mo'misi Shoh begimning yo'tisiga beshini qo'yib yetib olishga amroq edi. Shoh begim oldiroqsallik qilib qo'yganiga qattiq pushaymon qildi. Shuning bilan Kabulda turaverishdan xijil bo'lib, Mehrnigor xonim bilan navrisi Mirzaxonni elib Badaxshon tarafga ketdi. Boburning hech ish qila olmay Xuroson xonzodalaridan ranjib qaytib kelganligini bilgan Muhammed Hüseyin Köragan xonzodlarga nasihat qilib, ittifoqlashtirish maqsadida Hirotga mangdi. Lekin kechikkan edi. U Hirotga kelganda Şeyban xon allaqachon Hirotni ishg'ol qilib bo'lgan edi. Lekin darhol kayniga yenishga iloj qila olmadi. Chunki qoshsa tutilib qoladi. Şeyban xon o'z bilan Muhammed Hüseyin Köragan orasida hech ish yuz bermaganda uni qizg'in qarshi oldi. O'tgan ishlarni yuziga solmadi. Uni o'g'li Temur Sultonga amroq qilib qo'yib, o'zi Samarqandga qaytib ketdi. Shunday qilib, Muhammed Hüseyin Köragan Hirotda turib qoldi. Bir kuni yo'chilli bir kishi uningga Sulton Mahmud xonning xatini topshirdi. U xatni ko'rib qattiq cho'chib ketdi. Xon oliylari aqlidan ezibdi. Men bo'lsam amalning yo'qidan bu dargohda turyapman. Şeyban xon qachon kallamni elish farmon berar ekan deb yuragim suv. Ammo qaytishga amalim yo'q. Chunki qasam boradigan joyim yo'q. Babur podsho endi meni xushlamaydi. Mirzaxonni taxtga o'ltirish ishini mendan ko'rgan bo'lishi mumkin. Bo'lmasa Hirotning Şeyban xonning qo'liga tushib ketishining muqarrarlashib bo'lganligini bilib turib, Hirotga berish talabimga ijozat bermaydi. Xon oliylari qandoqsiz Şeyban xondan yordam so'rash qaroriga keldikina, g'ururi qandoqmi yo'l qo'ygandi. Bu dargohga keladigan bo'lsa, o'zini o'limga tutib beradi shu. Şeyban xon mayli Amir Temurning, mayli Tug'luq Temurning avlodi bo'lsin, hammasini dushman deb qaraydi. Ularning naslini quritmay aram topmaydi. Muhammed Hüseyin Köragan oldiroq tinash bir parcha xat yozib, kelgan kishidan Sulton Mahmud xonga avatdi. "Ma, bu pulga ot qo'shib ol", dedi Chaparmanga bir hamyon tillarni tanglab. "Eting herib qolsin, o'zing herib qolma.
yo'l bo'yi ot yem ishlatmang. Bu xatxon oliylarining hayotiga munosabatlik. Qancha tez bo'lsang shuncha yaxshi. Jabborman Sulton Mahmudxon bilan Farg'ona tabasida uchrashdi. U xatni ko'rib, nima deyishni bilolmay turib qoldi. Bir oz o'ylanib olgandan keyin xatga qayta nazar tashladi. Mərhum buzrukvar boğulları Tuğluq Temirxan aliləri rəhmət daryasının şərbətini tetib, Baqiyə səfər qılğandan keyin Əmir Temür Körəganның səltənəti küçüyüb, Fərğanə, Mavara Ünnəhir və Xurasan vadisiga müstəqil hökmranlıq qilishqa başladı. Şundaqdımı alilərinin əzdatları Malayşiyər, Turpan, Beşbaliq, Almaliq vadlarını müstəhkəmləb, ol səltənətini ronaqtab qozğaş fürsət kütkən idi. Nurğun qiyinçiliklar duçar bolğan bolsunmu, taxt səltənətdən voz keçməy, özgülərdən inayət tilab boyun qısmay, özlərinin və əcdadlarının ar-nomusunu tökməyən idi. Nəfs rəxlədə tikilgən libaslar, esil taam, məhşətlik rozğarlarının huzur ləzzətindən keçib, avam rəiyyətinin asayişliqi üçün köp tirişçanlıqlarını görsətkən idi. Ləşkeri təyarlıqlarını puxtulab, hamon bir günə qayta baş götürüş üçün hazırlıq görgən idi. Özləri royapqı çıxarışqa qadir bolanmağan məqsədlərini, arzu armanlarını farzandlarga bağlagan idi. Şevketlik ecdatlarının arzu binasıga mərhum ataları, diyanetlik Hakan Sultan Yunusxan aliləri, bahadırlıq şicaiti bilen ul sağan bolsa, aliləri yaşlıq vaxtlardan tatıb, ta ki o'ttir yaşlıq davrlargacha bu saltanat binasını qurib mustahkamladilar. Ecdatları davrida vayron bo'lgan al yurtni obod qilib, asayişlik o'rnatdilar. Bundaq fursatga, ma'murchilikqa ecdatlarımı intizor edi. Qudratlik Tangriga 100 ming qatli shukr kim. Ataları Sultan Yunusxan aliylariga va siliga ota-boblarima asat qiladigan mamlakatlar nasib bo'ldi. Sil bo'lsa, mərhum atalarının taxtiga varislik qilib, to'liq kamal topgan holatda saltanat tizginini tutdilar. To'lim afsuski, Yeligar Shaybonxonning osiyligi bilan bu tarafdagi taxt saltanat qo'ldan ketgan bo'lsa-mu, ammo u tarafdagi viloyatlar ilklarda turibdi. Hozir oliylarning lashkari kuchi Shaybonxonning lashkari kuchiga yetmaydiganligi kundak ro'shandir. Shunga sizlar uchun eng muhim ish Turpan taxtigohidan zinhor mudirlamag'ayla. Balkim amir sarkatlarni harakatlantirib, ko'plab cherik yig'ib, lashkari hozirliklarga zihnlarini qaratqayla. Lashkarli bo'ladi ekan, qo'ldan ketgan zaminni hamon qaytarib olg'ili bo'ladi. Yurakda yelinjab turgan bir armonli bo'ladi ekan, har qanday og'ir mushkulotlarni yengib, mag'lubiyatni nusratga aylantirish tamoman mumkin. Shu misallarda bo'lsinki, Shaybonxon hargizmi ilgari qilgan yaxshiliklarga javob qaytarmaydi. O'ttirlardagi quduliq munosabatga rioya qilmaydi. U hargizmi yaxshilik qiladigan vafo ahli emas. Kaminlarga nihoyat ro'shan va ayonki, agar u silini tepib olsa, xoruzar qilib o'ltirishni orzu qiladi. Hech bir sabab bilan silni omon qo'yishni ravo ko'rmaydi. Men bu dargohda xuddi nepiz muzning ustida yoki egiz yorning levida mongandek turibman. Fursat tepib qechib chiqib, dargohlariga berib xizmatlarini qilishni orzu qilaman. Sultan Mahmudxonning o'ylanib qolganligini ko'rgan Ne'mat Mirzo bilan Sulton Junaydi Barlas xatni elib o'qishga boshladi. Ko'ragan janoblarining oliylariga mushundaq nasihat qilganligini allaqachon pamlaganman, dedi Ne'mat Mirzo chiroyini purishtirib. Chunki u posibonimizning ul Shaybonxon oliylarining huzuriga berishni xohlamaydi. Shundoq, dedi Sulton Junaydi Barlas. Hozir ko'ragan janoblari Shaybonxon oliylaridan to'la yaxshilik, izzat ko'ryapti. Shunga posibonimizning berishi bilan o'zining o'sha izzat qadrining tuvallab ketishidan ehtiyot qiladi. Agar Shaybonxon oliylari vafoga jafo qilganlardan bo'lsa, allaqachon ko'ragan janoblarining kallasini olgan bo'ladi. Chunki u Shaybonxon oliylari ko'p yomonliklarni qilgan. Hozir Shaybonxon oliylari ko'ragan janoblariga bu qadar izzat qilib yetibdi. Navoda xon oliylari bo'lsa, uningdan 10 hassa, hatto 100 hassa ziyoda hurmat qilg'usidir. Zinhor ikkilanmislar oliylari. Bu da'vatlar
Qam xiyollar Sultan Mahmudxonga to'liq yaqinlik anglandi. Bu adashning muddasini tushunmak ajabmi taskina, dedi Kaltipandagi hamoqatlikka g'olib kelgan Sultan Mahmudxon. O'zi Shaybonxonning oliy himmatiga noil bo'lib, Hirotdagi katta shaharda yuqori martaba bilan hayot kechirsin, ammo mening yo'limni to'ssin. Balkim mening jiyan o'g'illarim oldidagi tanqisligimni bilmaydigan o'xshaydi. Ul insofsiz gardankash jiyanlarimdan taxt saltanat olishib yashagandan Shaybonxonning homiyligida yashaгаnim afzal emasmi? Donishmandlik bilan hukm chiqardilar oliylari, dedi Ne'mat Mirzo bilan Sulton Junaydi Barlos. Shu topda bu ikkisi Shaybonxon bizga qandoqroq mansab martaba berarkan degan tamada safarni tezroq davomlashtirish qo'yiga tushgan edi. Sulton Mahmudxon Shaybonxon bilan Xo'jand daryosining bo'yida ko'rishdi. Sizlarning yaxshiliklarini allaqachon qaytirib bo'lganman, dedi Shaybonxon unga sovuq nazar tashlab. Dargohimga kelib to'liq xato qilibdilar. Ilgari sizlar bilan yeyishgan tuzning haq hurmat uchun bir qaytim fursat berib jonlaridan kechgan edim. Endi undaq qila olmayman. Elimi sizlarning baglarining menga keltirgan pishkalchiligi oz emas. Sizlarni hayot qoldirsam, ularda qaytadan umid paydo bo'ladi-da, saltanatimni og'dirish uchun isyon qilishdan yonmaydi. Endi yuzsizlik qildi deb mendan og'rinmasizlar. Ölüm vahimisida putqulida jon qolmagan Sulton Mahmudxonning tili qalvalishib, chiroyi tomdek tatirib ketdi. Ne'mat Mirzo bilan Sulton Junaydi Barlosning ko'ziga allaqachon jahannam ko'rinib bo'lgan edi. Shaybonxon jallodlarga buyurib, Sulton Mahmudxon bilan ikki amirni tog'ariga so'latqizib, Xo'jand daryosiga cho'ktirib etdi. Bu fojiadan uning o'g'illari qechib qutulolmadi. Sen derhal Hirotga berib, o'g'lim Temir Sultonga farmonimni yetkiz. Muhammad Husayn ko'ragan bilan uning o'g'lining derhal qallasini olsin. Hargiz kechiktirmasin, dedi Shaybonxon farmonchiga qarab. O Sulton Mahmudxonning o'limidan xabar topgan Muhammad Husayn ko'raganning isyon ko'tarishidan ansirab qolgan bo'lsa, yana bir tarafdan uning yana qechib ketishidan ansirab qolgan edi. Hurmatli o'quvchilar, bugun kitobni o'shagicha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib olganlarga rahmat. Xayr xo'sh, omon bo'lgaysizlar.